Kelibsizlar, aniq bu joyga kelmagansizlar. Yakkasaroy tumanida joylashgan Jon Tavr mehmonxonasi. Ushbu hashamatli mehmonxonamizda o'ziga xos qulayliklarga ega bo'lgan 50 ga yaqin xonalar bor va xonalarimizning narxlari 250 ming so'mdan 450 ming so'mgacha. Sizlardan faqatgina talab qilinadigan narsa pasport yoki haydovchilik guvohnomasi. O'rtoqlar, ko'rib turgan ixchamgina toza ozoda xonanglar nima topdi? Mashxonamiz atiga 150 ming so'm. O'zingiz bilan olib kelgan mahsulotlarga hattoki xolodilnik ham bor. Shunaqa hamma sharoitlari bor. Xonada dam olishga nima yetsa, narxlari atiga 100 ming so'm. Rossiya gostinitsi tarafdan kelayotganda Bobur chorrahasiga yetmasdan shundoqqina Tafakkur 47 da joylashgan Jon Tavr mehmonxonamizning lokatsiyasi bilan tanishtirdik. Agarda mabodo lokatsiyaga tushunmay qolgan bo'lsangiz, quyidagi raqamlarga murojaat qilishingiz mumkin.